بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع عشر 17 فصل. إعطاء الحق لأهله. حقنا إجلارجا بيرشلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدي إلى كل ذي حق حقه. أي بولغنام هر بر حق إجاسيجا حقنا بيرجن أدا قلجن. من زوجة وولد وقرابة خواه ayol kishi bo'lsin, ya'ni xoh ayol bo'lsin, xoh bola bo'lsin, xoh qarindosh bo'lsin, har bir haqdorga haqqini ado qilgin. وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب. har bir soatingni nima bilan o'tkazayotganingga qaragin. فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن. imkon qadar shu soatlaringni eng sharafli ishlar bilan eng sharafli ishlargagina bag'ishlagin, ishlatgin. Wala tuhmil nafsak. Nafsingni nazoratsiz qoldirma, ya'ni o'z holiga tashlab qo'ymagin. Va awwidha ashrafa ma yumkinu min al-amali wa ahsanah. Va imkon qadar nafsingni amallarining eng sharaflisi va eng yaxshilariga odatlantirgin. وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه كما قيل. أنا عند وابعث يبارجن إلى صندوق القبر قبر صندوقه نماني يبارجن ما يسرك يوم الوصول إليه. sen unga yetib boradigan kunda seni xursand qiladigan narsani. Shunday bir narsaniki yasurruka seni xursand qiladi. Qachon? Yawmal wusul ilayh. Sen unga yetib boradigan kunda, ya'ni qiyomat kunida. Demak, jumlani sen unga yetib boradigan kunda seni xursand qiladigan ishlarni qabr sandig'iga jo'natgin, yuborgin. Kama qila, quyidagicha aytilganidek. Ushbu bayt Ali radhiyallohu anhuga nisbat berilgan baytlardan biri. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Ey dunyosi bilan mashg'ul bo'lgan va uzun orzu amallar uni aldab qo'ygan kishi. Al-mautu ya'ti baghtatan, o'lim to'satdan kelib qoladi. Wal qabru sunduqul amal, qabr esa amal sandig'idir. وراعي عواقب الأمور يهون عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره. Ana endi sen ishlarning oqibatini hisobga olgin, ya'ni oqibatiga rioya qilgin demoqchi. Ya'ni bir ish qilmoqchi bo'lsang, uning oqibatini o'ylab, hisobga olib qilgin. O'shanda yahun alayka sabr, senga sabr qilishlik oson bo'ladi. Nimalardan? An kulli ma tashtahi, xohlagan narsalaringga ham, va ma takrah, va sen yoqtirmagan narsalarga ham sabr qilishlik oson bo'ladi. Va in wajadta min nafsika ghaflatan, agar sen o'zingning nafsingda bir g'aflatni topsang, g'aflatni sezsang, fahmilha ila al-maqabir, uni nafsingda sen qabristonlarga, qabrlarning oldiga olib borgin. Va zakirha qurbar rahil, va nafsingga safarning yaqin ekanligini, qurbar rahil, ya'ni jo'nab ketishlik payti yaqin ekanligini eslatgin. Ya'ni sen ham yaqinda shu qabrga kirasan, hushyor bo'lgin, o'zingga kelgin deb eslatgin. Wadabbir amrak wallohu mudabbir fi infaqika min g'ayri tabzir. To'g'ri, Alloh taolo o'zi mudabbir bo'lgan zot, o'zigina har bir ishlarni tadabbur bilan qiladi. Sen ham endi ishlaringda mol mulkingni infoq qilayotganda, ya'ni min g'ayri tabzir, bir zaruratsiz, sarflarsiz joylarga, ya'ni ehtiyojing bo'lmagan joylarga mol mulkingni sarflashlikda tadabburli bo'l, bir tartibli bo'l. Bo'lar bo'lmasga mol mulkingni sarflab yuboravermagin. Nima uchun? Li alla tahtaju ila nas, insonlarga muhtoj bo'lib qolmasliging uchun. Ya'ni qo'lingda mol mulk bormi,
uni tadabbur bilan ishlatgin. Palaparti ishlatib yana ertaga o'zing yana insonlarning qo'liga muhtoj bo'lib qolmagin. Fa inna hifzal mali minad-din. Chunki mol mulkni saqlashlik ham dindandir. Biz bilamiz, din, shariat o'zi 5 ta narsa uchun kelganligini, insonning dinini, jonini, aqlini, molini va nasabini saqlashlik asosiy qoidalardan biri. Demak, shularning orasida albatta molni saqlashlik ham bor. Bu ham dindandir. Wali an tukhallif liwarasatika khayrun min an tahtaja ila nas. Ana endi shuningdek sen mol mulkingni merosxo'rlaringga tukhallif meros qilib qoldirmog'ing khayrun min an tahtaja ila nas. Merosxo'rlaringning insonlarga muhtoj bo'lib qolishligidan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni sen molingni saqlab, o'zingdan keyingilar muhtoj bo'lib qolmasligi uchun seni ham tadabbur bilan ishlatgin demoqchilar. Oxirgi fasl. Al-fasl ath-thamin 'ashara. 18-fasl. Nasabul musannif. Nasabul musannif. Musannif rahmatullohi alayhning, ya'ni Abul Faraj ibn Javziy rahmatullohi alayhning muborak sharaflari, muborak nasablari. Ya bunayya, ey bolaginam, wa'lam annana min awladi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu. Shuni bilib olginki, biz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning avlodidanmiz. Va abuna al-Qasim Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu. Va bizning otamiz Qasim Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn Abu Bakr radhiyallohu anhudir. Ya'ni biz mana shu muborak shajaradanmiz. Bu zot haqida Sifatu Saffa kitobida tasdig'ini topib kelgan xabarlar bordir. Demak, mana shu shajarasi haqida bu kitobda ma'lumot topsak bo'ladi. Shuningdek, Imom Zahabiy rahmatullohi alayhning Siyaru A'lamin Nubala kitobida ham bu muborak nasab haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan. Summa tashaghala salafuna bit-tijarati wal bay'i wash-shara'i. Keyinchalik bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz tijorat, savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lganlar. Fama kana fil mutaakhirin min man ruziqa himmatan fi talabil ilmi g'ayri. Shuningdek, oxirgi mutaakhirin, ya'ni mendan oldin o'tgan, oxirgi yaqin o'tmishda o'tgan ajdodlarimizning orasida mendan boshqa ilm talab qilishlikda himmat bilan rislangan kishilar bo'lmagan. Ya'ni ular ko'pincha ilm bilan emas, savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan. Men oxirgi shajaradagi insonlardan ilm bilan shug'ullangan inson menman demoqchilar. Vaqad alal amru ilayk. Ana endi ish, ala degani yetib kelmoq, yetmoq degan ma'nosidagi bu fe'l aludagi alga chalg'masi kerak. Ish endi senga yetib keldi. Fajtahid alla tukhayyiba zanni. Ana endi sen mening gumonim puchga chiqmasligi uchun, gumonimni puchga chiqarmaslik uchun fajtahid, tirishkin harakat qilgin. Qanaqa gumon? Fima rajawtuhu fika walak. Sen haqingda men umid qilgan va senga Alloh taolodan so'ragan narsalarim borasidagi gumonimni puchga chiqarmaslik uchun harakat qilgan. Waqad aslamtu ila Alloh subhanahu va taala. Ana endi men seni Alloh taologa topshirdim. Va iyyahu as'alu ayyuwaffiqa. Shuda ayyuwaqqifa bo'lib qolibdi. Ayyuwaffiqaka lil ilmi wal amali desak yaxshi bo'ladi. Va men Alloh taolodan seni ilm va amalda muvaffaq qilishini, ilm va amalga muvaffaq qilishligini so'rayman. Va haza qadru ijtihadi fi wasiyati. Mana shu senga qilgan nasihatlarim borasida qo'limdan kelganlari mana shu bo'ldi. Wala havla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kuch ham, quvvat ham illo
oliy va buyuk bo'lgan Alloh taolodandir. Valhamdulillahi mazidal hamidin. Alloh taologa ko'plab hamd aytuvchilarning hamdi ila hamdlar bo'lsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. Alloh va Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli oilasi va sahobalariga Allohning salomi va salovatlari bo'lsin. Allohu a'lam va a'la. Alloh taolo bizdan ham ushbu ojizona ishimizni qabul qilgan bo'lsin. Allohumma amin.